Diqqat! O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga shanba va yakshanba kuni dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonda 2 kun tayyor turing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, bugun 20-iyun kuni O'zbekistonda harorat fonida asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lib o'tdi. Faqatgina Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida kechga borib qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Dam olish kunlari havo harorati 38-40 darajagacha, janubda 42 darajagacha ko'tarilishi aytildi. Faqat respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda shamolning tezligi shanba va yakshanba kunlari 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar kuzatilishi kutilmoqda. 21 va 22-iyun kunlari Toshkent, Andijon, Namangan hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda shanba va yakshanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 35 daraja atrofida bo'lishi, yakshanba kuni esa 37-40 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda, deyiladi xabarda.